ekraningizda ko'rib turgan inson, men bemalol ayta olaman, eng ko'p ota-onalarning duosiga sababchi bo'lgan inson Ozarbayjonda Naftalan degan joyda bitta firmada ishlaydi va u bizning hamkorimiz. Bugun Mardon aka ofisimizga kelgan Ozarbayjonda. Как вам O'zbekiston? Очень хорошо, очень понравился. Народ, сам город. Bilasizlar, Club Travel O'zbekistonda sog'lomlashtirish turlarini tashkillashtirish bo'yicha top lider kompaniya hisoblanadi. O'sha lider bo'lishimizga asosiy sababchi bo'lgan insonlardan bittasi bu Mardon aka. Mardon aka, спасибо вам за сотрудничество. Скажите, пожалуйста, вот почему Нафталан, почему туда должны ездить люди? Более 70 болезней мы лечим. И отмечу, что Нафталан в мире только у нас в Нафталане. Поэтому рад буду с вами сотрудничать. Спасибо. Eshitganingizdek, Naftalan nefti inson tanasidagi 70 dan ortiq dardga davo hisoblanadi. O'sha uchun o'ylab o'tirmanglar, ota-onangizga zo'r sovg'a olmoqchi bo'lsanglar, bu eng zo'ri ota-onangiz sog'ligini o'ylaydigan bu davolanish turi hisoblanadi.